Bismillahirrahmanirrahim. Sura Najm. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Wan-najmi idha hawa. Soqigan yulduzlar bilan qasamki, Ma dalla sahibukum wa ma ghawa. sizlarning hamrohinglar, ya'ni Muhammad alayhissalom gumroh bo'lmadi va yo'ldan adashmadi. Wa ma yantiqu 'anil hawa. U o'z nafsi xohishi bo'yicha so'zlamaydi. In huwa illa wahyun yuha. Faqat uningga nozil qilingan vahyini so'zlaydi. Allamahu shadidul quwa. Vahyini uningga kuchli farishta Jibril ta'lim berdi. Zu mirratin fastawa. Uning, ya'ni Jibrilning ko'rinishi chiroyli bo'lib, Wa huwa bil ufuqil a'la. yuqori ufqda o'z shaklida turdi. Thumma dana fatadalla. Ondan u asta Muhammad alayhissalomga yaqinlashib, tövanga sangildi. Fakana qaba qawsayni aw adna. U payg'ambar alayhissalomga ikki yochoq miqdori yoki uningdanmi yaqinlashdi. فأوحى إلى عبده ما أوحى. Allah bandisiga Jibril orqali tegishlik vahiylarni vahiy qildi. ما كذب الفؤاد ما رأى. Uning ko'rganini dili inkor qilmadi, ya'ni rost ko'rdi. أفتمارونه على ما يرى. Mushriklar jamoasi uning ko'rganlari ustida uning bilan munozira qilishamsizlar? ولقد رآه نزلة أخرى. U Jibrilni haqiqatan ikkinchi qitim عند سدرة المنتهى. Sidratul Muntaho darxining yenida ko'rdi. عندها جنة المأوى. Jannatul Ma'va bo'lsa, Sidratul Muntahoning yenidadir. إذ يغشى السدرة ما يغشى. U Sidratul Muntahoni olamlarning Parvardigorining nuri qoplagan chog'da ko'rdi. ما زاغ البصر وما طغى. Payg'ambarning ko'zi o'ng so'lg'i buralmadi. Ko'zlangan narsadan o'tib ketmadi. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Shubhisizki, u Parvardigorining qudratini ko'rsatadigan buyuk alomatlarni ko'rdi. أفرأيتم اللات والعزى. Aytib beqinglarchu, Lat, Uzza ومناة الثالثة الأخرى. va uchinchisi bo'lgan manatlar Allah Taolodek kuch-quvvatga egimu? ألكم الذكر وله الأنثى. Mushriklar jamoasi, sizlarcha yaxshi hisoblangan o'g'il bola sizlarga xos bo'lib, sizlarcha yomon hisoblangan qiz bola Allohga xosmi? تلك إذا قسمة ضيزى. Undaqda bu adolatsiz taqsimotdir. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس
وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى. Bu butlar faqat sizlar va ota-bobonglar otib olgan quruq nomlardan iborat. Allah buni isbotlaydigan hech bir dalil pokit tushirgani yo'q. Ularga Parvardigori tarafidan shak shubhisiz hidoyat, ya'ni payg'ambar va Qur'on kelgan turuqliq, ular faqat gumong'ila va nafslarining xohishig'ili agishidir. أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى. İnson nimani orzu qilsa, shu bo'lamdi. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى. Oxirat va dunyo Allohning ilkididir. Ya'ni dunyo va oxiratdagi ishlarning hammasi Allohning xohishi bo'yicha bo'ladi. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Osmonlarda nurg'un farishtalar bo'lib, ularning shafoati hech narsaga asqatmaydi. Faqat Alloh o'zi xohlagan va rozi bo'lgan odamga shafoat qilishga ruxsat qilsa, ondan ularning shafoati asqatidir. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى. Şübhisizki, oxiratga iymon etmaydiganlar farishtalarni Allohning qizlari deb kishi jins nomi bilan ataydi. وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Ular mundaq atashda hech qandaq ilmga ega emas. Ular faqat gumong'ili asoslanadi. Gumon degan haqni isbotlashda hech narsaga yaramaydi. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Bizning zikrimiz, ya'ni iymon bilan Qur'ondan bosh tortgan, faqat dunyo tirikchiligini ko'zlaganlardan yuz o'rgin. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى. Ularning ilmdan yetgan yeri ana shu. Shubhisizki, Parvardigoring o'zining yo'lidan ozg'on odamni obdan biladi. Hidoyat topgan odamni obdan biladi. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Osmonlardagi va zemindagi narsalarning hammasi Allohning mulkidir. Allah yomonlik qilganlarni qilmishlariga qarab jazolaydi. Yaxshilik qilganlarga chiroyli mukofot beradi. الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ular cho'ng gunohlardan va qabih ishlardan yiroq bo'ladi. Kichik gunohlar buningdan mustasno. Haqiqatan
Parvardigoringning mag'firati kengdir. Allah sizlarni zamindan yaratgan chog'dagi vaqtinglardan tortib, onanglarning qo'rsaqlaridagi bola vaqtinglardan tortib obdan biladi. Shuning uchun sizlar o'zinglarni pok hisoblamanglar. Allah taqvodor bo'lgan odamni obdan biladi. أفرأيت الذي تولى Ey Muhammad, imondan yuz o'rigan odamdan xabar bergin. وأعطى قليلا وأكدى U shart qilingan moldan ozg'ini berdi. Qolg'inini bermadi. أعنده علم الغيب فهو يرى Uning dargohida ilmi g'ayb bo'lib, u g'aybni bilamdi. أم لم ينبأ بما في صحف موسى U Musoning va Ibrohimning sahifalaridagi so'zdan xabardor bo'lmadimi? وإبراهيم الذي وفى Ibrohim vafodor kishi edi. ألا تزر وازرة وزر أخرى Bir gunohkor odam yana birovning gunohini ko'tarmaydi. Ya'ni birov boshqa birovning gunohi tufaylidan jazoga tortilmaydi. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى Inson faqat o'zining ishlagan ishining natijasini ko'radi. وأن سعيه سوف يرى Uning qilgan ishi kelgusida ko'riladi. Ya'ni uning amali qiyomat kuni uningga to'g'rilanadi. ثم يجزاه الجزاء الأوفى Ondan uningga to'liq mukofot yoki to'liq jazo beriladi. وأن إلى ربك المنتهى Hammaning oxir boradigan joyi Parvardigoringning dargohidir. وأنه هو أضحك وأبكى Allah insonni kuldiralaydi va yig'latalaydi. وأنه هو أمات وأحيا Allah o'ltirishga va tirildirishga qodir. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى Allah bir juftni erkek bilan kishini yaratdi. من نطفة إذا تمنى Etilib chiqqan ma'nidan yaratdi. وأن عليه النشأة الأخرى Hesab uchun insonlarni ikkinchi qitim yaratishni ustiga oldi. وأنه هو أغنى وأقنى Allah insonni boy qilalaydi va mamnun qilalaydi. وأنه هو رب الشعرى Allah Şi'ra yoltuzining parvardigoridir. وأنه أهلك عادا الأولى U, ya'ni Allah qadimki odni halok qildi. وثمود فما أبقى Samudnimu halok qildi. Ulardan birinimi qo'ymadi. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى Ilgari Nuhning qavmini halok qilgan edi. Shubhisizki ular teximuz zolim, teximuz sarkash edi. والمؤتفكة أهوى Lud qavmining shaharlarini dum ko'mtirib atdi. فغشاها ما غشا Uni dahshatli toshlar qoplab oldi. فبأي آلاء ربك تتمارى Ey inson, Parvardigoringning qaysi bir ne'matidan gumonlanasan? هذا نذير من النذر الأولى Bu, ya'ni Muhammad alayhissalom ilgirki ogohlantiruvchilarning jumlasidan bo'lgan bir ogohlantiruvchidir. أزفت الآزفة Qiyomat
yaqinlashdi. ليس لها من دون الله كاشفة Uningga Allohdan boshqa kashf qilguvchi, ya'ni uning vaqtini bilguchi yoki uning azobini daf'i qilguvchi yo'qdir. أفمن هذا الحديث تعجبون Mushriklar jamoasi masxiri qilib bu Qur'ondan ajablanamsizlar? وتضحكون ولا تبكون Uni anglagan chaqda kulamsizlar? Yig'lamamsizlar? وأنتم سامدون Sizlar g'ofildursizlar. اسجدوا لله واعبدوا Allohga sajda qilinglar va uningga ibodat qilinglar.